Bu abadokdan bemalol sarpezga yasaversiz bo'ladi. Ketma-ketligi man sizga hozir o'rgataman. Kerakli narsalarni ko'rsatib o'tdim. Birinchi bo'lib abadogimizga klenni surib olib ozgina vaqt kutib turamiz. Kutganimizdan keyin abadogimizga simimizni o'rnatib, barglarimizni sekin-sekin o'rnatishni boshlaymiz. Mahkam qilib o'rnatishimiz kerak. Ikki yoq tomoniga 6 tadan 12 ta barg kerak bo'ladi. Qizlar xohlasanglar lyuks simmas, oddiy simlardan ishlatsanglar ham bo'ladi. Ular ham juda ham mahkam qilib chiqazib beradi. O'zi bu abadokni yasash unchalik ham qiyin emas, lekin yangi ish boshlayotganligi barg qotirish juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun darsli to'liq bo'lmasa ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketdim ish jarayonini. Ikki yoq tomoniga bargga yaxshilab qotirib olganingizdan keyin chetlariga metrajni ko'z yopishtirish uchun birinchi bir tomoniga klenni surib qo'yasizlar. Ozgina turgandan keyin metrajni ko'zlarimizni yopishtirib, ikkinchi tomoniga ham klenni surib metrajni ko'zlarimizni yopishtirib chiqamiz. Shu bilan abadogimiz tayyor bo'ladi. Agar keyingi videolarda shu patli abadokni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yo'raychani qizartirib, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilishni o'zingiz yaxshi bilasiz.